Tasavvur qiling, bir kun siz tongda uyg'onasiz va derazadan asta-sekin qaraysiz. Hamma narsa o'zgachadek. Daraxtlar qimirlamayapti, havo jim, suv tinch. Go'yoki tabiat nafasi to'xtagandek. Ammo birdan vahima boshlanadi. Havo kuchli shamolga aylanadi. Deyarli raketa tezligida esayotgan shamollar, osmonni o'pirib kelayotgan katta tog'dek sunamilar va bu hamma narsaning boshlanishi xolos. Nima sodir bo'ldi deb o'ylaysiz? Yer to'xtadi. Aylanishdan va harakatdan. Bugun biz shunchaki ilmiy tasavvur qilib ko'ramiz. Agar yer birdaniga to'xtab qolsa nima bo'ladi va nega biz har kuni bu aylanish uchun shukr qilishimiz kerak? Olimlarimizning hisob-kitobiga ko'ra, yerimiz 4,5 milliard yil avval shakllana boshlagan. Big Bang, ya'ni katta portlashdan so'ng paydo bo'lgan gaz va changdan iborat ulkan bulut o'z gravitatsiyasi ta'sirida markazga yig'ilib, zichlasha borgan. Bu o'z navbatida burchak impulsi hodisasini yuzaga keltirib, undagi barcha jismlarning aylanishiga sababchi bo'lgan. Jumladan uning tarkibida paydo bo'lishni boshlagan yerimizni ham. Buni figurali uchuvchida tasavvur qiling. Qo'llarini tortsa, u tezroq aylanadi. Yer ham aynan shunday. U bir marta aylanishni boshlagan va fizikaning qonuniga ko'ra hech narsa to'sqinlik qilmasa, bu aylanish davom etaveradi. Bugungi kunda Yer ekvatorda soatiga 1670 km tezlikda aylanadi. Bu samolyotdan ham tez va bu aylanish tufayli Yerda kun va tun mavjud. Iqlim muvozanatda, hayot esa har doim tartibda bo'ladi. Ammo endi agar shu aylanish to'xtasachi? Haqiqiy, noodatiy filmga xush kelibsizlar. Agar yer to'satdan to'xtab qolsa, bunda faqat yerning o'zi to'xtaydi. Uning ustidagi biz, mashinalar, atmosfera va okeanlar ham harakatni davom ettiradi. Ekvatorda bu tezlik 1670 km/soat bo'lib, tovush tezligidan 4 barobar yuqori. Siz bir lahzada sharq tomonga qarab uchib ketasiz. Go'yoki samolyotdan qulagandek emas, balki raketadan otilgandek bo'lasiz. Shaharlar butunlay vayron bo'ladi, binolar ildizdan sug'uriladi, inson tanasi esa bu tezlikdan urilishdan yo'q bo'ladi. Ular ishqalanishdan hosil bo'lgan issiqlik tufayli bog'lanib ketadi. Yerning ustidagi atmosfera, ya'ni havo ham inersiyaga ega. Yer to'xtaydi, ammo havo emas. Natijada kuchli shamollar paydo bo'ladi. Lekin bu oddiy shamol emas. 1,5 km/soat tezlikda esayotgan shamollar sizni, shahringizni, butun bir davlatni uchirib ketadi. Hech bir arxitektura bunga bardosh bera olmaydi. Okeanlar ham jim turmaydi, ular ham harakatda qoladi. Suv gigant to'lqinlar holida materiklarga hujum qiladi. 500 metrlik tsunami bu yirik binolardan ham balandroq. Butun qirg'oqlar, portlar, shaharlar hammasi suv ostida qoladi. Yer faqat tashqi qobiqdan iborat emas, uning ichida erigan temirdan iborat yadro bor. Aynan shu yadro aylanishi tufayli magnit maydon hosil bo'ladi. U bizni Quyoshdan kelayotgan xavfli kosmik nurlardan himoya qiladi. Endi tasavvur qiling, yer to'xtadi, magnit maydon yo'qoldi. Tabiiyki himoya qalqoni pasayadi. Oqibatda Quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlar, kosmik zarralar va elektromagnit to'lqinlar to'sqinliksiz yerga uriladi. Teri saratoni darajasi oshadi. Elektron qurilmalar esa ishdan chiqadi. Yer yadrosi ham to'liq to'xtamaydi. Natijada kuchli zilzilalar, tektonik plitalar silkinishi tufayli vulqonlar uyg'onadi. Materiklar esa yoriladi. Yer o'z o'qi atrofida aylanishi tufayli bizda kun va tun almashadi. Bu eng oddiy fizik hodisa, bizning butun biologik ritmimizga asoslangan. Endi esa aylanish yo'q. Demak, yarim yerda doimiy tong, ikkinchisida esa abadiy zulmat. Tungi tomon asta-sekin muzlay boshlaydi. Tiriklik muzlab qoladi. Quyoshga qaragan tomon esa doimiy issiqlikda qovuriladi. Kislorod kamayadi, daraxtlar yonadi. Inson tanasi sirkadiy ritmga, ya'ni 24 soatlik ritmga moslashgan. Bu ritm buzilgach, odamlar psixologik muvozanatini ham yo'qotadi. Bu sharoitda insoniyat omon qolishi mumkinmi degan savol bor. Nazariy jihatdan ha, lekin faqat ayrimlar uchun.
Maxsus tayyorlangan yer osti bunkerlari, yopiq biosferalar, sun'iy yorug'lik, issiqlik tizimlari faqat texnologik rivojlangan va boy insonlar uchun mavjud. Lekin bu yerda omon qolish emas, mo'jiza bilan vaqt yutish xolos. Bu fojiani to'xtatish ham mumkin emas. Hatto biz yer yuzidagi barcha raketalarni birga otgan taqdirimizda ham yerning og'irligiga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaymiz. Chunki biz juda kichkinamiz. Yaxshiyamki, bu ssenariy faqat tasavvur. Ilmiy nuqtai nazardan yerning to'satdan to'xtab qolishi deyarli imkonsiz. Albatta agar Alloh xohlamasa. Ammo bu fikr bizga nimani ko'rsatadi? Yer biz sezmaydigan tezlikda har doim harakatda. U bizga kun va tunni beradi. Ob-havoni boshqaradi, bizni quyoshdan keladigan zarardan himoya qiladi. Hayot faqat muvozanat tufayli mavjud va davom etadi. Shuning uchun har safar quyosh nurlarida uyg'onganingizda bir oz to'xtab tafakkur qiling va Allohga shukr qiling. Chunki harakatda ekanligimiz bu hayotimizning eng katta mo'jizasidir. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing. Xudo xohlasa keyingi videolarimiz albatta bundan-da qiziqroq bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.